Agar shifokor bo'lmaganingizda kim bo'lgan bo'lardingiz? Sudya bo'lardim. Agar shifokor bo'lmaganingizda kim bo'lgan bo'lardingiz? O'qituvchi. Maktabimda hammadan go'zal. Agar shifokor bo'lmaganingizda kim bo'lgan bo'lardingiz? Tikuvchi bo'lmoqchi edim. Diktim ipakleri tillodan. Agar shifokor bo'lmaganingizda kim bo'lgan bo'lardingiz? Buxgalter. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Nima bo'lgan bo'lardingiz? Tarix o'qituvchisi bo'lardim. Tarixingdir ming asirlar. Advokat bo'lgan bo'lardim. Agar shifokor bo'lmaganingizda qaysi kasbni egallagan bo'lardingiz? Men boshqa kasbni tasavvur qilmaganman. Mabodo tanlash imkoniyati bo'lganda yana shifokor bo'lishga harakat qilardim.